texnika esimda to'g'risi. Harb bo'lib chiqqanimizni eslasam, rostdan harb bo'lgan ekanmiz yo'ramanda. Harb bo'lmasa, qishda sovuqda bizga nima keragi bor edi, shu bayramda. Voy, sovuqda kastim shim kiyib borish kerak. Hali kastim o'zimga 6 razmer katta. Hozir kiysam ham jicha katta turadi. Men hali kastim. Kiyib boriladi, dazmol shimga tufliki, qishda tufliga bu. Vo'mi, galstugi ham shunday uzun shimni chiyib qo'las pochezdan chiqib turadi, uzunligidan. Qizlar ham xuddi formada kelish kerak, formaniki boshiga hali oq bantilar taqishib hali paxtasi uzilmay qolgan g'o'zapayani singari qatori olib, uydagilar videoga chiroyli chiqadi, betiga lubo rangli narsani surkab qo'ysa kelishib olgan. Makiyaj paki hech qaysini ahli etmagan emas. Lubo men qora kuyani surkab turib, bunday qilib bersam, u zo'r chiqdi deb kelishib olgan. Videoda zo'r chiqadi deb turib, hamma formada keladi, lekin bitta iplos bo'ladi. Uydagilar videoda alohida ko'rinib tursin bolam deb, hamma qora kastim shim kiysa, unga oq kastim kiygizib berishadi-yu. Hali bola umrini oxirigacha maqtana olmaydi, to'g'risi. Bitta joyda maqtansin, sen pesga o'xshab ajrab turgansan-da, shunday to'shni gap eshitadi. Qilgan ish topolmay qo'li bo'shab qoldi deguncha ukasini urib akalar bo'ladi-yu. Mana shu kalta ish bo'yicha faxriy yo'llar olgan ukalardan so'ramoqchiman-da, shu qaysi duoda o'qib olsam, bunday urayotganda odam kalta yeganda kalta yeyish mumkin. Meni kalta yeyotganimni ko'rgan itlar chimday qarab, yaxshi ham odam bo'lib tug'ilib olmaganman deydi, to'g'risi bu. Eng qizig'i mana oddiy kun, oddiy o'tiribsiz, oddiy holatda dumbam ustida o'tiribman. Akam ham o'tirib choy ichib, "Seni qizing bormi?" deydi. Uylanib olgan bo'lsa ham mayli ekan. Nima ishingiz bor, meni qizim bormi, yo'qmi? Siz o'zingiz uylanib olsangiz ham mayli ekan. 97 ga kiryapsiz, to'g'risi bu. Otamdan 3 sinf past o'qigansiz. So'ramang u narsani, nima qilasiz? Bor desam nima o'zgaradi? Uylanmadingiz u. To'g'rimi? To'g'ri. Eng qizig'i, siz Realchi akangiz Barsa cho'p bo'lsa ham g'alati bo'ladi, bilasizlar? Real yutsa ham, El Clasico'da babi kaltaysiz. Hali kun Real yutdi, atay ko'rmayman deb uxlab yotgan futbolkamdan tortib turgizyapti. Ustayo ancha futbolkadan tortishga. Hasad qilyapti demaylar, ham o'zi o'rganib ham qoldim. Mana shu quyosh chiqqan kun borki, ertalab turib Instagramga kiraman, aziz gif qilayotgan bo'ladi. Akani o'zi ham videosini 2 marta ko'rmaydi, ammo menga 874 tasi jo'natadi. Ronaldo jo'natmayapti xolos. 20 ta kobalt deyoradi. Men shu paytgacha akalarim bergan paypa hisoblamasam 19 ta paypa olgan ekanman. 20 ta akangiz dachiga olyaptim kobalt bilan. Bu kechda bitta ham viloyat tikib bormasanglar gifga deb turibman. Endi undan o'tib qutulib turib bitta o'tsiz, odamlarga bo'ldim ishmish, men yana uylanar ekanmanmish deb chiqib qoladi. Har hafta uylanyaptim aka. Har hafta uylansa ko'rsatish shart emas. Uni men bo'yda oladi, shuncha qarg'ishini ko'tarib yurish ham borda, to'g'risi. Bo'pti deb turib yana bitta o'tkazasiz. Jigar, Ulug'bek yana yangi mashina olyapti ekan. Eskisini sotyapti. Eskisini olganiga 1,5 soat oldi, to'g'risi. Bundan ham baquvvatrog'ini ko'rib, undan baquvvat qanday bo'ladi? Eskisini Yandexga rasmini tasam, sotuv 2028 chiqadi deyapti. Siz uje sotyapsiz aka. Bundan ham zo'r yaxta minib yuraman endi ko'chada, tushunishim bo'yicha bu. Magazinlarga qiz bola kastinglarni qo'yishdi. Qaysi odam o'ylab topgan va qay darajada erkaklardan ko'p nafratlangani uchun u odam deyman-da, to'g'risi. U eng ko'p O'zbekistonda qiz bola kastinglardan aziyat chekkanlar, shtushni sigaret olgani kirib, pachka sigaret ko'tarib chiqadigan bolalar, bilasizlarmi? Shtushni so'rash neudobniydi. 3 ta magazinga kirdim. 3 ta magazinga o'g'il bola kastir istab. Yo'q. Tualetni bo'lmaydi olish uchun. Chunki qiz bolani oldi, bilmayman, sizlar bemalol olasiz, lekin men jicha g'alati bo'laman, to'g'risi. Eng qizig'i kirib turib, prosta aylanib chiqib ketish ham g'alati bo'ladi. O'zingizlar o'rdak tasavvur qilasizlar, magazin kirib aylanib chiqib ketishdi. Men shunaqa, men tarixdagi birinchi odamman. Mangoni majburlik yuzasidan sotib olib yegan. Yig'lab yeganmisizlar mango? Men ashunaqa odamman men. Aqua degan suv bor edi-yu, shuni yo'q bo'lib ketib Pepsi Cola'ning savdosi o'sib ketishiga menimcha to'shni qiz bola kastinglar sabab. Chunki o'g'il bolalarga farqi yo'q edi. Bu Aqua yo'qda tursa, bu yuppi yo'lami, luboy bitta bizalasini ko'tarib ketaveradi o'g'il bola kastida tursa. O'yin tugadi akalar. Yutdi Real 2-1. Yutmasa ham bo'lmasdi aka. 4 martadan beri yutishyapti, to'g'risi. Endi uni ustidan kulib vermaymiz, to'g'risi, chunki baribir yo'qotishlar juda ko'proq bo'lganini biz hisobga olamiz. Ustidan kuladiganlar topiladi o'zi. Ammo biznikilar ham bo'sh kelmadi. Mashinasini hisoblab qolar deb olib urush og'irdi. Mbappe bitta xato qilib bergani bo'ldi. Bitta narsa Yamal o'yindan oldin katta gapirib qo'yib, keyin o'yinda hech narsa qila olmaslik bo'yicha rekord qo'yaptimi, bilmayman, to'g'risi. Ronaldo, Messi ham o'ynashni bilgan, lekin uni gapirmagan, to'g'risi. Shu mana kasofat komandasi yurdimi deyman-da. Shunaqa. Endi Realchilar sekin uxlayverasizlar, bugun hali asabuzarlik bo'lib bir-biringlar so'kib ana qilib yurmanglar. Qoch Real kelyapti, shartma biz qulamachan o'ynamay qo'yganmiz deb qo'yasizlar. Dollar kursi ko'tarilgan sari talabani hayot qiyinlashib boradi degan naql bor yurtimizda. Ayniqsa mana oraliq payt hali ustozlar mana turib olib
77 paragraf ichidan bitta so'zni topib kelasan deb turib olammi yoki 20 ta referat berib o'rtasiga bittasiga mavzuni tushunda ko'rgan mavzuni topib ketib turib oladimi? Qiyin, talabaga qiyin. Endi yo'llari bor, haligi bitta aqlli bola bo'ladi har bitta guruhda. Aqlni monopoliya qo'ygan aql monopolist ana shu bolaga yalinish kerak. U bola ham bilsalar oraliq paytida makasiga galstuk taqib turib oladi. O qimmat-qimmat hojikalardan bo'lib olib. U bolaga ham ish bermaydi. Endi starsda deyishlar mumkin, starsalarda bilmayman. Tabiat tarafidan berilgan inom bor. Yer yuzida starsalar 90% Jakob bilan birga qo'yganda 2 osni 809 bo'lib qoladi, qanaqadir. Sizlar ham yoshliginglardagi uylarda meva turib, lekin ko'chadan o'g'irlab yeyish, baribir boshqacha mazasi bo'ladimi? Men bitta oshnam bor, tamas. Erta bahor qulpina sezonidan boshlab shu namata hurmo sezonigacha ko'chadan narsa yurardi, ishonasizlar? Haligi g'o'ra bo'ladi-yu, bilasizlar, dovcha deb qo'yadi, o'riydi, pishmagan versiyasi. Xuddi ashi g'o'ra qilinadigan joy bo'lardi, ashiga tushardi dedi. Haligi joyda it o'lardi. It ahranani ham quvlardi haligi joyda. Ammo biz tushsak, bolalar sizlar endi tanish bo'lib qoldinglar, bir 2 donani tushinglar, kendinglar so'rayat boshqaran bo'lib qoldi deb kutib turardi. Biz yindamasdi haligi it. Haligi joyda egasi ishonasizlarmi, o'rik degan meva borligini sezmasdi. Chunki u o'rik yo'yguncha biz g'o'ra holatda pachag'ini chiqarib yuborardik haligi joyda. Undan keyin uzum sezon boshlab maktabdan qaytib uzum o'g'irlardik. Haligi bola shunaqa bir opitni ishonasizlarmi, bir sakraganda bitta qo'lida 1 yoshlik uzum uzgan odamni ko'rganmisizlar? Uzum hap bo'lib ketgandan keyingiliga meva qilmay qo'yar edi. Ishonasizlarmi, farqi yo'q edi haligi bola. Oxirida meva tugab bo'lsa terakka ham chiqib yoradigan bola bor edi. Instagramda video ko'rib o'tirsiz, bitta video yoqadimi? Like bos, kommentariyada nima bo'layotganda bitta siz uzun kommentariy tashlagan bo'ladi, bilasizlar. Uni ham admin ham pin qilib qo'ygan. Sразу qaytib chiqamanda, like qaytarib olib, ne interesuет bosib o'tib ketaman. Sразу, ash kommentariyadan kirasan, kopirovat qilasan, yana kelib turib tashlaysan kommentariy. Ashi vaqtingni boshqa foydaliroq ishga sarflasang nima bo'ladi? Ashuncha ketgan vaqtingga achinmaysanmi? Yoshligim do'rga chiqqan. Maytinglar 1 soat ishga o'tirsanglar, pul chiqadi bolalar agar bilmasanglar-da, to'g'risi. Yoki qog'ozni bunday bo'lib olib turib, bunday tashab, ruchkani boshinglarga ishqab bunday ko'tarsanglar, fizika qonun ko'tariladi haligi. Invalidmikin bu bola, ota-onasi qandashmikin bo'ladi bir-biri bilan deb o'ylayman-da, to'g'risi. Uni qilishmang. Undan ham yomoni bor, haligi eng xunuk odamlar qiladigan ish deb o'ylayman shuni. Tim xunuk. Shunaqa xunuk haligi. Uni 3-4 rasm faqat sigaret pachkasini ustiga yopishtirsanglar bo'ladi, cheksanglar shu holatga kelib qoladi deb turib. Bu boshqa iloji yo'q-da ta'riflash, tushunasizlar? Haligi narxi deb so'rasangiz, direktdan javob yozing deb qo'yadi. Haligi narxi deb so'ragandan 700 odam so'raydi, aka yo'q, javob bermaydi. Aka narxini eshitib insult bo'lib, mana bir taraf ishlamay qolib, mana bo'lib shunaqa odamlarda ba'zilariga berilgan talant bor, bilasizlarmi? Chunki men buni tirnobcha qilib berisha olmayapman. Bu narsaga bu talant to'shni. Gapirganda tupurib gapirish bor, bilasizlarmi? Toshni mana shu og'zida charcheri bor bolalar bo'ladi. Toshni betizga turadi. Bir 10 minut gaplashib tursiz, yomg'ir tomchiryaptimi deysiz, bir yarim soatdan keyin cho'miltirib ham qo'yadi-da. Ammo lekin mana shu betizdagi kir tugasa tugab ketadi, ammo hali bolaning ichidagi suv tugamaydi. Umuman emas. Ertalab betiz yuvmasdan ko'chaga chiqib qo'yganmisiz, qalas sochni yaxshimiz deyishdi, o'zida mana shu betizni obodonlashtirib yuboradi o'zi. Mashinlarni oppoq qilib, gap so'zni ichida edi. Bu talant, bu harakat qilib erisha olmaysiz. P, S degan harflarni nari tarafga qarab olib aytsam, siz betizga kelaveradi. Oshna nari qarab gaplashavering, men eshitaveraman, siz eshitsam bo'ldi deb turaverasiz. Devarsa o'ldi. Bir paqir suv keladi mashetizga. Bolalar bilan kim uzoqqa tupurish o'ynab turasiz. Raso o'ynaysiz, hali bola kelib turadi. Ha bola nima qilishyapsan? Deyishdi, o'zida sizlarda rekordinglardan o'tib qo'yadi. Xuddi shunaqa bola. Bu talant akalar. Buni farosatsizlik. Tug'ilgan kun bor endi. Har kimda har xil. Ba'zilar nishonlaydi, ba'zilar men misol 2 marta ham tabriklamaganda esimdan chiqib oddiy kun bo'lib ham o'tib ketadi. Nimaga endi 1 yoshga qarayotganimni nishonlashim kerak deb o'ylayman. Har doim oddiy kunda o'tkazib olishga harakat qilaman. Eng qizig'i mana qiziqishga o'zinglar uchun bitta qilib ko'ringlar. Telegramingizga tug'ilgan kun degan joyga boshqa kunni qo'yib ko'ringlar-da. Birinchi bo'lib, birinchi sinfdan bitta partada o'tirganlik kasofat tabriklaydi. Yo kulishni bilmaysiz, yo yig'lashni bilmaysiz. Bu tug'ilgan kuni yozdi dedi-yu, deyisham yo'q, tabriklab turadi. Mayda ushki deng rajdeniya degan qo'shiq tashab qo'yadi. Chiqing oshna ko'chaga keldi, tabriklagani deydi. Chiqasiz haligi arzon isrof marosimi boshlanadi. Nimaga arzon isrof? Chunki hech qachon chiqqaningizda betizga tort bilan urishmaydi, tort qimmat. Mayli qimmat demaymiz. Qandli diabetga qarshi kurashadi bu bolalar deb qo'yamiz. 12 ta tuxum, ketchup, mayonez emas, ba'zida qatiq bo'ladi. Mashida ashlarda mana shu holva tarbazm qilishadi mana shu boshingiz ustida. Boshingizdan mana shu miyangiz qatig'i chiqib qolganda uyga ham kira olmaysiz. U holatda uyga kirsiz, uko'z qo'qib ketganda ketmon sopini ko'tarib ko'cha yugurib ketib qoladi, kechqurunni qorong'ida ko'rmay bitta hamtasini hali yangi narsa olsa maqtana oladigan bolalar bo'ladi, bilasan. Original deb olib oldimga kelib turib, soating necha pul deydi. Men 200 ming so'm yo'qman, prosta. O'zi undan ham qara telefondan qarayman har doim ham. Meniki mana $300 ekan. Podarka qilish $300 original ekan. Nima bo'pti u $300? 10 minut oldinga jildirib olaman, sendan 10 minut oldin soat 3 o'lganini bilaman. Qalay, ilinmasdi ham unaqasi. Men ham qo'limga devorga taqiladigan soat taqib olmaganman, yo'q qum soat emas qo'limdagi. Oddiy soat.
ikamiz ham bir xil vaqt ko'rsatdi. Yo'q, mana yangi ustosh olsa so'rasin deb turib, hali o'zi aytmasdan mana qilaveradi yangi ustosh. Yo'q, mana to'g'rilab bu yoq. Hali ko'chada yuzida hana qilib yursa odamlar qo'tirib bor ekan, mana bolani beradi deb o'ylamasin deb so'raysiz, ha? Yangi oldingmi siz? Yangi oldim, ha. Narxini maqtanmay qo'yar, 700 mingga oldim deb. O'quv markazida ham gap. Sen o'quv markazida o'quving ingliz tilida, ha? Men ham mana o'quv markazida o'qiyapman, bizniki qimmatda. Bizda ham 3 oyda o'rgatadi, ular uchun qimmat. Men hujrada o'qiyapman. Meniki ham o'quv markazida, prosta arzonroq edi. Eng yomon hali oshnangiz oldida kelib turib, odam hayotga bir marta keladi deydi-yu, bilasizlarmi? Ashi voqeadan keyin eng yer yuzida tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan yomon voqea sodir bo'ladi. Ashi gapdan keyin. Chunki hech qachon odam hayotga bir marta keladi. Davay kubi terishni o'rganamiz demaydi-da yoki davay crossword yechib ko'ramiz ham demaydi-da. Biz eng qizig'i ash frazidan keyin bo'lgan hamma yomon voqealar, hali kaptarni orqasiga bang'alat qilib uchirib yuborish, hali mishqqa bezni sepib guychoq tomga chiqarib yuborish, hammasi. Eng qizig'i bu bola ham hali bola hali. Mana tortib qo'ying deyishni o'ylab topgan bola bo'ladi-yu. Kelib turib, odam hayotga bir marta keladi. Davay streshni yurib ko'ramiz deydi. Oy, qanaqa streshni? Inson sal odamga foydasi tegadigan ideyalar ham aytgan, o'lib ketasan streshni yurib. Siz bilaman oshni men uchun jon kuydirasan. Ko'zimni esimni turibdi, mana men uchun urushganlaring deb. Sen uchun emas, seni deb urushganmiz u yerda, dodir. Men uni yaxshi ko'ryapti deb o'ylama o'zingni. Instagramda oxirgi payt qizlar video rasmlariga like ham bosmay qo'ydim. Nimaga? Chunki like bosasiz yarim soatdan keyin keladi. Nima bu deb berdi. Nima emas, kim bu? Birinchidan. Chunki bu narsa emas. Narsa emas. Siz bilib turibman kimligini, ismini yozib qo'ygan. Like nimaga deb berdi. Like agar qizlar mabodo bilmasanglar, bu sizlarning hayotingizga yangilik. Like degan knopka borligi uchun bosiladi. O'rnida karshi kalash degan knopka turganda ashina bosar edi, tushunyapsizlarmi? Bu yaxshi ko'rishni bildiradi. Yo'q, mana butun jahon erkaklar nomidan e'lon qilaman. Bu yomon ko'rishni bildiradi erkaklar nomidan. Ko'ngillar joyiga tushsa. Uylangan erkaklardan men o'ylayman-da, uylangan erkaklarni xotini ular xiyonat qilmayapti deb o'ylaydigan yagona joy menimcha bu turma bo'lsa kerak. Boshqa joyda palli-bomi yo'lini topadi. Palli-bomi, tushunyapsizlar? Like bosmay qo'ysanglar ham, turib salom deb post qo'ysa, 1 soatdan keyin tashab turib, like bosmadingiz. Boshqasini topdingizmi deydi. Oson bu o'yinda o'ynash. Misol, Lyuboy payt o'tirib turib zerikib kelsa, nimaga o'zi Shahlo Ahmedovaning Instagrami bor? Nimaga deb bo'lsa ham bo'ladi. Amachilar iltimos, do'stimga ichirmanglar. Aralashtirib olsa netaman, tizzalab olsa netaman. Qarzini bersin ketaman. Do'stimga ichirmanglar. O'tgan safar yeb qo'ydi shamni, qilmay qo'ydi ro'zg'orda kamni. Bu turishda yeb qoladi g'amini. Do'stimga ichirmanglar. Ko'tarsa qilsin deysizlar kayfini. Ertaga tan olmaydi bu aybini. Kim eshitadi hozir buni dardini? Do'stimga ichirmanglar. Iltimos ichirmanglar shu men do'stimga вообще. Umuman haydab chiqarib yuboringlar kirsa. O'tirib turib o'ylayapman, nimaga biz qaysidir kalendar bo'yicha yashashimiz kerak? Ha? Nimaga? Nimaga unaqa? 1-yanvarda kutish shartmi, to'g'rimi? Men bugun sizlarni yangi yilinglar bilan tabriklayman. Bo'ldi. Maza qilinglar. O'zbekistonga kelishdan oldin bir ust-bosh olay deb bordim men ust-bosh qiladigan. Hali boylar qilinadigan joy, bozor yo'q deb edi. Boylar kiyim qiladigan joyga kirdim haligi. Aka kami bormi deb so'ramaysiz, hali yozilgan narxiga olishingiz kerak. U tashiga kirdim. Zo'r original Puma, Nike'lar turibdi. Hammasidan tanlab ko'rib, rosa o'zimga yoqqanlarini ushlab ko'rib, kastolarini tekshirib, hamma menga g'alati qaraydi. Hamma. To'g'ri bilaman, basharam ruskiy emas, lekin u degani puli yo'q degani emas, u to'g'rimi? Xuddi kambag'allik namoyandasiga qaragandek qarashyapti-da. Xuddi hali betida polniy tatuirovkasi bilan masjidga kirib olgandek turibman halijada. Pulim yetadi deb turibman. Bitta tepamga qarasam, Jenskiy tarafda yuribman ekan. Yarim soat yuribman halijada. 3-4 ta patinkani kiyib ham ko'rdim, deshanasizlar. Motivatsiyam shunaqa tushib ketdi. Konstan ona qarang odamlar uchoqlar degan qo'shig'ini eshityapman 3 kundan beri. Koridorga chiqib 3 res o'zim bu maga yosvoruvdim ham joyiga tushmayapti. Har Instagramda podpisligim ko'payganini ko'rib xursand bo'lib qo'yapman. Nimaga bir xil qilib yorishgan? Bir xil Jenskiy tarafda bir xil qilib yorgan. Muskoy tarafga qarasam, polniy, bo'ti, go'nkalachlar turibdi hali. Shunaqa kirasopkalar bor, ustiga emblem o'rniga kirasopka deb yozib qo'ygan kirasopkalar turibdi.
Yoshligimizda jismoniy tarbiyada futbol o'ynagan paytimizda eslasam, Ashetni o'zini bitta nohaqlik haqida kino qilib qo'ysa bo'lar ekan deb o'ylayman-da. Yomon, nohaq, muttaham bo'lganimizda to'g'risi. Mana shu haligi futbol o'ynashdan oldin tanlash boshlanadi. Ikkita sardor bo'ladi. Bitta eng yaxshi o'ynaydigani, ikkinchisi o'zini eng yaxshi o'ynaydigan bilan bir xil o'ynayman deb o'ylaydigan sinf shepi bo'ladi. Boshlandi. Eng qizig'i hamma adashgani ketadi, ikkita